Mobile Legends'da swap deb yozishsa nimaligini tushunmayapsizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Mobile Legends bo'yicha foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'ling. Oddiy tilda aytganda swap bu zolota liniya va expo liniya geroylarini o'zaro joy almashishidir. Lekin buni shunchaki emas, ma'lum bir vaziyatlarda qilish kerak. Birinchi holat bashniyani buzish uchun. Agar sizlarda ADKlaring raqib bashniyasini buzib bo'lgan bo'lsa, expo liner bilan almashishi kerak. Nimaga? Chunki ADK endi expo chizig'idagi bashniyani ham tezroq buzishga yordam beradi va xaritani u tomonida ham ustunlikni qo'lga kiritadi. Ikkinchi holat xavfsiz farm. Agar ADKni o'z chizig'ida qattiq ezishayotgan bo'lsa yoki bashniyasini olib qo'yishgan bo'lsa, unga xavfsizroq joyda farm qilish uchun swap kerak bo'ladi. Bu unga farmdan orqada qolib ketmaslik imkonini beradi. Endi siz swap nimaligini va u jamoaga qanchalik foyda keltirishini bilasiz. Siz o'yinda swap qilib turasizmi yoki o'z chizig'ingizdan jilmay o'ynaysizmi? Kommentariyada yozib qoldiring.